Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Qo'limdagi ushbu kitob Muhammad Yusufning Saylanma kitobini sizlarga bibliografik tafsir qilmoqchiman. Yusuf Muhammad Saylanma. She'rlar, dostonlar. Muhammad Yusuf, Toshkent, 2022-yil, 384 betdan iborat. O'zbek she'riyatida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan xalq sevib ardoqlaydigan mamlakatimizning haqiqiy shoiri Muhammad Yusuf she'rlari qalblarga nur yanglig' kirib boradi. Shundanmi uning nomini bilmaydigan she'riyat muxlislarini uchratish mahol. Undan shoirning bir necha dostonlari ham o'rin olgan. Ushbu kitob siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat, ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxonamizga kelib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.